Assalomualaikum. Mana doktor Akmalga odamlar kelibdi mana. Qanday bo'lyapti doktor Akmal? Zo'r bo'lyapti. Mehmonlar qayerdan ekan bu? Mana qara mana. Og'zini ochib turibdi mana. Bu gapira olmaydi-da mehmon. Mana. Mana. Nima deysizlar bu doktor Akmal nima deysizlar? Ha? Omad ha. Alloh ishlariga nima bersin, baraka bersin. O'zimizning bolalar mana kelib ketyapti. Hamma shu o'zimizning xalqimiz uchun shu yerdasan-da Akmaljon. O'zimizkilar uchun vatan tark etib kelganmiz-a? Sen bo'lmasan qayerga borardi bular? Odam qarab jirayerdi. Maşallah. Kelib shunday qo'llab-quvvatlasa, har birimiz qo'llab-quvvatlaganda. Ochirdi doktor Akmalga. Shogirdlikmi? Maşallah, maşallah. Has qana dori parib qo'ysin, keyin yana bir intervyu qilamiz-a inshaalloh. Tilishga tushib boshlaydi. Sen de ötüp açık evrenini bozmalar. Bu.